Assalomu alaykum do'stlar. Ostona buvaga masalan ko'p odam nerda ekan deb biladi. Ostona buva Yangiariqda ekan do'stlar. Video davomida ko'rib ko'raveramiz. Ina Ostona buva shu yerda joylashgan ekan. Ina bir rekonstruksiya qilib tuzatilgan bilan qurilgan ekan. Shunday deb yasalgan. Elib ziyorat qilishsizlar. Chiroyli shuni ham qilingan ekan. Hozir bahor aprel oyi bugun aprelning 15-aprelina. Qadimiy qurilgan Ostona buva. Bu Yangiariqda joylashgan ekan. Ostona buva. Nerede? Kartadan girip qarasanız Urganch köne yoldan gelsizler ham bo'ladi. Mesela Shavotni odamlari bo'lsa, Urganch nereden gelsizler ham bo'ladi do'stlar. Yanda yana shunday. Chiroyli qilib yasalgan ekan. Chiroyli qilib ina qadimiy o'ymakorlik ina. Masalan bizlarda Xorazmda qadim duradgorlik, o'ymakorlik ina juda rivojlanganda, bizning Xorazmda ina qo'lda yasalgan ish, qo'l mehnati bilan. Ko'rib turganlaringiz. Qo'l mehnati bilan yasalganda. Juda ham chiroyli qilib. Buralarina. Bunda hovuzi bor ekan bu yerda ina. Topchanlarina, o'tirib ziyoratchilar kelib dam olib o'tiradigan yerlar. Bunda ina hovuzi bor ekan, chiroyli. Ziyoratchilar kelib, sayohat qilib oynanadi ekan bu yer. Mana onunda hozir bu yerdan ko'rsatib beramiz do'stlar. Keyin onda masjidi bor ekan. Yine bu kubur, Ostona buvani kuburi bu yan. Şunun içinde. Yine. Görüp turganlarinizda. Bir de yine hovuzu var. Ne? Kuyusu var ekan, su içadigan yeri bor ekan bu yerda. Bu yanda masjidi aldı. Bu davomida görüp boraveramiz do'stlar. Bu yandan kuburlar var ekan. Burada kuyusu bor ekan yine. Yine görüp turganlaringiz. Chiroyli shuni ham qilib qilingan jannat mekan. Chiroyli qilib tuzatibdilar bu yerlarni. Yine do'stlar, görüp turganlaringizni. Yine Ostona buva. Şurada kubur. Shunday deb qurilgan ekan yine do'stlar. Bundan bir kubur bor yine do'stlar. Eğer shamol bo'lib ovoz xira bo'lsa do'stlar, oldindan uzr so'rab qo'yamiz do'stlar. Ajoyib qilib yana burchakchalar ham bosib chiroyli qilib yasabdilar. Ha? Bu yandan bo'lsa ham bo'ladi. Bu yandan tushirib boramizmi? Bu yandan ham bo'ladi-da. Jumla tashimizni shundan olib. Ular yana qo'pib o'g'lim. Chiroyli qilib, lampochkalar qo'yilgan yana. Mana yerda skameykalar bor ekan yana. Masalan, ziyoratchilar kelib, yana skameykalarda o'tirib, bemalol madaniy hordiq qolib, shu yerda dam olib ketishlari ham mumkin edi. Chiroyli. Ajoyib. Yo'q, orgo masjid ekan. Namoz o'qiladi. Chiroyli, yem-yashil bo'lib turibdi daraxt. Va tahoratxona nima ekan? Hojat. Chiroyli qilib. Ajoyib edi.
yatıp dem alarlarsa şu. Chiroyli dem olib o'tiradigan yerlar bor ziyoratiga kelganlar. Chiroyli qilib dem olib o'tiradiganlar. Tamam. O'tiradigan yerlar bor, hovuzlari bor ekan, ikki yonida chiroyli. Giraverish yeri. Bir de mina dem oladigan yerlar ekan. Diyarımızdan ötken aziz evliyalarımızın adını uğraştık. Etraflarında yaşamını tuttuğumuzun duadan Sizden dualar konuştuklarına bu muhterem bu ümmetkenlerimiz, ana evlat, ata evlat, kayın evlat, ünlüvarlarımızı, büyük evladının Allah'a rahmet kılıp yaylarını cennet. Kavgalarınıza uzak, yaşlıyız, özet, müstehcen, sağlıkları, kanadalarınız olsun. Allah sana bir bendelerimizi sefer değil yerlerimizi büyük ferzentlere ferzen varlığı Allah sana hayat yollarımızdan da kapatın. Gelesin ki roza yanlarının en sevdiği korkukların bütünlükte. Hemen sağ Rabbena atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve Allah Allah'a tarifi yazılsın ne anlıyor ya. Sıkıntı yok. İzleniş bu. Tabii. Institutlarda izlenip bu tarihlerde olsun da Rus istilası döneminde kitaplar alıp getiren şular boyunca bir kara tarih kılamız diyenlerim. Bir de kitap dükkanları var ekan. Kütüphaneleri iki yan başta. Kitaplar var ekan, şurada. Gelip eğer kitap alıp kitaba qiziqadiganlar bo'lsa do'stlar, kitap kütüphane. Keyin bir yanda masjid var ekan, masjid. Astana Baba ziyoratgohi. Ziyorat qilsanlar manda masjidi. Namoz o'qiydigan juma namozlar o'qiydigan masjid. Madaniy hordiq qolish uchun ziyoratchilarimiz skameykalar qilingan, chiroyli qilib shunday gumbazlar qo'yilib. Masjidimiz. Assalomu alaykum. Bunda minorasi var ekan. Masjidni. Azon aytgan vaqti. Shunday. Yerda tarafi bor masjidni. Astana Baba ziyoratgohi. Shamol o'tirdi do'stlar, uzr so'raymiz oldindan. Masjidga girish darvozasi, Aryan ziyoratgohga girish darvozasi. Bunda minora bor ekan, azon aytib. Balandligi adashmasam bir 50 metr bo'ladi bu. Mana hozir ko'ramiz mana do'stlar. Balandligini. Jolli baland ekan.
Evet, minora ekan. Evet olsa turganlaringizni yer ziyoratiga kelajak bo'lsangizlar, kelaverasizlar. Chiroyli shundan dam olib, oilangiz bilan, qarindosh tog'alar bilan kelib ziyorat etishsizlar bo'ladigan chiroyli qilib. Evet do'stlar. Ya bu masjid bu, namoz o'qiydi. Neyse do'stlar, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Mana ko'proq do'stlaringiz, qarindosh tog'alaringizni guruhlardan tarqatib qo'yaveramiz. Yangiariqda bu Xorazm viloyati Yangiariq tumanida ekan. Ostona bobo ziyoratgohi. Siz e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.